Assalomu alaykum uy egalari. Teplodoktor jamoamiz bilan bugun Gidrometcentrdagi isitish maydoni 470 kvadratdan iborat va umumiy hajmi 1360 kubometrdan iborat imoratni Amerikaning Retrotec kompaniyasiga tegishli O'zbekistonda hozircha yagona bo'lib turgan Blower Door test uskunasi bilan germetiklik darajasini aniqlashga keldik. Bu testimizdan maqsad qurilgan imoratlarni qanchalik energiya samaradorlik darajasini aniqlashga yordam beradi, ya'ni uni germetichностini aniqlab beradi. Bu xizmatimizni biz har bitta uy egalariga izolyatsiyadan oldin qo'shib taklif qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, xabaringlar bor. Gidrometcentrdagi obyektni biz maxsus test o'tkazdik. Shu test natijalarini yonimda mana ustozim Sobir akam o'tiribdilar. Hozir sizlarga qisqacha tushuntirib beradilar. Avvalambor testni nima uchun qilishimiz kerak to'g'risida quyidagi informatsiyani bermoqchi edim. Bu uydagi issiqlik yo'qotilishini o'lchab beruvchi maxsus test hisoblanadi. Uydagi issiqlik yo'qotilishi ikki turga bo'linadi. Birinchisi transmission issiqlik yo'qotilishi, bu uyning konstruksion elementlari, devor, shifti, poli yoki deraza va eshik romlaridan o'tiladigan issiqlik yo'qotilishlar. Undan tashqari yana ventilyatsion issiqlik yo'qotilishi nazarda tutilgan, ya'ni energiya samaradorlikda yoki qurilish sohasida issiqlik yo'qotish ko'prikchalari yoki sovuqlik ko'prikchalari degan atama bor. Ana shu ventilyatsion issiqlik yo'qotilishlarni ko'zga ko'rinmas har xil yoriqlar, teshiklar, boshqa bir defektlar orqali biz uy ichidagi issiqlik energiyasini yo'qotamiz. Biz qilayotgan bu blower door test natijasi aynan xuddi shu yo'qotilishlarni miqdorini va hajmini o'lchab berishga yo'naltirilgan. Biz qilgan test natijasi quyidagi natijalarni berdi. Uyda 470 kvadrat metr isitish maydoniga ega bo'lgan ushbu xonadonda 1362 kubometr hajmga ega bo'lib, undagi xonadagi havo aylanish darajasi soatiga 2 karrani tashkil qildi. Oddiyroq til bilan tushuntiradigan bo'lsak, bu xonani ichidagi isitilgan havo 1 soatning ichida 2 marta chiqib ketib, ikkinchi marta bu uyga boshqa tashqaridan havo kirib, uni yana qaytadan isitishga to'g'ri kelyapti. Aslida qancha bo'lishi kerak? Aslida bu karra aylanish 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 1 marta 1 soatda havo aylanishi kerak. Ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, uy o'ziga kerakli bo'lgan issiqlik iste'molini 2 karra ko'p sarf qilyapti. Albatta boshqa bir xonadonlarda qilingan testlarga qaraganda agar bu nisbatini oladigan bo'lsak, bu natija yomon ko'rsatkich emas. Lekin baribir agar energiya samaradorlik nuqtai nazaridan bunga qaraydigan bo'lsak, bu juda ko'p. Uyda konstruksion elementlardan faqat eshik va romlarda juda katta issiqlik yo'qotilishlarini va undagi afsuski sifatiga ta'sir qiluvchi sifatsiz deb to'g'ridan to'g'ri aytsak bo'ladigan jarayonlarni ko'rdik. Bu ayniqsa tashqi romlar va eshiklarga tegishli bo'lgan muammolar. Bu eshik romlarni yasalishida, ularni ishlab chiqarilishida juda katta sifatsizlikka yo'l qo'yilgan va uni o'rnatish jarayonida sifatsiz qilib o'rnatilgan. Shu nuqtai nazardan bu narsani biz tutun generatori orqali ham vizualizatsiya qilib buni ko'rsatishga harakat qildik. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsalar o'zi uyda bo'lishi kerak emas. Bu komfortni yo'q qiluvchi omillar hisoblanadi. Uyda yashayotgan insonlar tashqaridan kelayotgan sovuq havo oqimini ta'sirida bo'lib qolishi bu diskomfortga olib kelinadi. Mana shu narsaga e'tiboringlarni juda qattiq qaratishlarini men iltimos qilaman. Sobir aka, mana biz hozir test o'tkazgan imoratimizni ichki отделкасы, ya'ni pardozlash ishlari tugagan edi. O'zi umuman bu testni qaysi jarayonda o'tkazgan ma'qul? Zo'r savol bo'ldi. Hozir ko'rib turgandek, biz bu yerda muammoli joylarni aniqladik. Ming afsuski hozir bu narsani agar to'g'rilayman desangiz, pardozlash ishlariga biz talafot yetkazishga majbur bo'lib qolamiz. Bu uy egalariga ham yoqmaydi o'zi. Shuning uchun afzal tarafi, quruvchilarning jargonida gapiriladigan bo'lsak, bu narsa qorasuvo holatida, ya'ni chernovoy отделка deyishadi.
qilishadi. Ana shu jarayonda qilingani yaxshi, ya'ni eshik romli qo'yilgan, ichidan suvoqlari bitgan, lekin hali pardozlash ishlari amalga oshirilmagan jarayonda agar bu testlarni o'tkazilsa, o'sha muammoli nuqtalarni aniqlab, uni bartaraf qilishda ko'p talofatga yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun o'sha jarayonda qilgani ma'qul. Keyingi savolim, bu testni kimlarga maslahat beramiz? Avvalambor testni o'zini hurmat qilgan, o'z ustida ishlaydigan, sifatga juda katta e'tibor beradigan ustakalarimizga, quruvchilarimizga tavsiya qilgan bo'lardik. Nima uchun? Chunki o'zini ishini qanchalik sifatli va texnik shart-sharoitlariga rioya qilgan holatda to'g'ri amalga oshirganini yana bir marta tekshirib olishiga bu narsa imkon beradi. Ikkinchisi uy egalariga. Uy egalari ming afsuski uyda o'tkazilayotgan qurilish montaj ishlarida ularni tekshirib olish, sifati qanaqa bo'ldi, oxirida natijasi qanaqa bo'ladi, bu narsalarni tekshirish imkoniyati yo'q. Shunda bizlarni firmaga o'xshagan firmalar kelib, bu narsani tekshirib, tekshiruvdan o'tkazib, o'ziga xos texnik nazorat guruhi tarafidan bu narsalar aniqlab beriladi. Agar bu narsalarda yo'l qo'yilgan bo'lsa, kichkina xatolar yoki katta xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, uni vaqtida bartaraf qilib, bu uyni oliy darajadagi o'sha energiya samarador uy darajasiga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va alal oqibat uydagi yashayotgan odam har holda yaxshi niyatda qurgan uyida ertasiga ekspluatatsion xarajatlarini juda katta bo'lmasligi, o'zi xohlayotgan komfort sharoitga erishishiga niyat qilgan va unga erishishiga bu juda katta yordam beradi. Bu romlardagi bu sifatsiz qilingan ishlarni hammasi endi uy egasiga tavsiyamiz shundan iborat bo'ladiki, maslahatimiz bu romlarni o'rnatgan, uni yasagan korxonaga yoki firmaga o'zini reklamatsiyasini, ya'ni e'tirozini bildirib, bu narsalarni ular o'zini hisobidan bartaraf qilishini talab qilish kerak. Aziz do'stlar, mana ustozim Sobir akam bugungi test natijalarini sizlarga tushuntirib berdilar. Kattakon rahmat Sobir aka. Sog' bo'ling. Bu videoni ko'rganingizdan keyin teplоизоляtsiya, ucheplение, termoizolyatsiya bilan bu testni nima bog'liqlik joyi bor degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin sizlarda. Shunga o'xshash savolinglar paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yo'llashingiz mumkin. Ustozim Sobir aka bilan inshaalloh bu savollaringizga keyingi videolarda javob beramiz.